Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. AQSh Eronni tark etib, Kuba bilan shug'ullanadi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. AQSh davlat kotibi Marko Rubio Washington kelajakda Kuba masalasiga alohida e'tibor qaratishini ma'lum qildi. Bu haqda u 5-may kuni Oq uyda o'tgan matbuot anjumanida so'z ochdi. Uning aytishicha, Kubaning hozirgi iqtisodiy tizimi ishlamayapti va mamlakat rahbariyati bu muammolarni hal qila olmayapti. Bizning qirg'og'imizdan atiga 140 kilometr uzoqlikda muammoli davlat bor. U yana bizning raqiblarimiz uchun qulay hududga aylangan. Bu holatni qabul qilib bo'lmaydi. Biz bu bilan shug'ullanamiz, lekin hozir emas, degan Rubio. Rubio Kubaga nisbatan aynan qanday choralar ko'rishni ochiqlamagan, ammo u yerda ham Eron ssenariysi takrorlanishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rubio AQSh davlat tomonidan Eron hududida o'tkazilgan Epic G'azab nomli harbiy operatsiya yakunlanganligini ma'lum qilgandi. Qayd etish joiz, AQShda Kubaga nisbatan tahdidli gaplar ilk bor yangrayotgani yo'q. Joriy yilning 1-may kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Florida shtatidagi tadbirda AQSh qurolli kuchlari Eron bilan bog'liq vazifalardan qaytgach, Kuba ustida nazorat o'rnatishni aytgandi. Uning iddao qilishicha, Kuba ichida muammolar mavjud va ularni hal qilish uchun AQSh kubaliklarga qo'ldan kelguncha yordam beradi. AQSh rasmiylari Eron bilan bir sahifalik o'zaro kelishuv memorandumini imzolashga yaqin ekanliklariga ishonmoqda. Ushbu hujjat harbiy harakatlarga chek qo'yishi va yadroviy masala bo'yicha yanada batafsil muzokaralar uchun asos bo'lishi kerak. Bu haqda o'z manbalariga tayanib, Axios xabar berdi. Nashrning yozishicha, AQSh yaqin 48 soat ichida bir nechta asosiy bandlar bo'yicha Eronning javobini kutmoqda. Portal ma'lumotlariga ko'ra, hozircha hech narsa kelishib olinmagan. Biroq manbalar bu harbiy harakatlar boshlangandan beri kelishuvga eng yaqin kelingan lahza ekanini ta'kidlamoqda. Axios nashrining aniqlik kiritishicha, AQSh Eron rahbariyatida ixtilof bor deb hisoblaydi va turli fraksiyalar o'rtasida konsensusga erishish qiyin kechishi mumkin. Ismi oshkor etilmagan ikki mulozimning so'zlariga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Trampning kecha Hormuz bo'g'ozida ozodlik loyihasi operatsiyasini to'xtatib turish haqidagi qarori muzokaralardagi ilg'arlashga asoslangan. AQSh prezidentining maxsus vakili Stiv Uitkov va kuyovi Jared Kushner bir necha Eron rasmiylari bilan memorandumni muhokama qilmoqda. Axiosning yozishicha, muzokaralar ham bevosita ham vositachilar orqali ham bo'lib o'tmoqda. AQSh harbiy vaziri Pit Hegsethning aytishicha, Hormuz bo'g'ozi ozodlik operatsiyasining boshlanishi Eron bilan sulhning tugashini anglatmaydi. Bu haqda Pentagon rahbari Pit Hegseth matbuot anjumanida aytib o'tdi. Yo'q, sulh tugamadi. Oxir-oqibat ozodlik operatsiyasi alohida va mustaqil operatsiya. Biz boshida ba'zi asoratlar paydo bo'lishini kutgan edik va shunday bo'ldi. Biz o'zimizni himoya qilamiz va buni qat'iyat bilan qilamiz, dedik va biz aynan shunday qildik. Eron buni biladi, dedi u. Hegsethning so'zlariga ko'ra, muayyan harakatlar sulhni buzadimi yoki yo'qmi degan qarorni AQSh prezidenti qabul qiladi. U shuningdek, Washington Eronning eskalatsiyaning oldini olish uchun o'zini tutishga chaqirayotganini ta'kidladi. Biz bo'g'ozlar, kemalar erkinligi, xalqaro suvlar, erkin savdo oqimi, ilgari mavjud bo'lgan va faqat Eron keyinchalik tug'dirayotgan barcha narsalar haqida gapiryapmiz, deya ta'kidladi Pentagon rahbari. Uning qo'shimcha qilishicha, hozirda sulh amal qilmoqda, ammo AQSh vaziyatni diqqat bilan kuzatib boradi. Birlashgan Arab Amirliklari Eronni Hormuz bo'g'ozida neft tankeriga hujum qilishda aybladi. Bu haqda BA tashqi ishlar vaziri xabar berdi. Bayonotga ko'ra, neft-gaz kompaniyasiga tegishli tanker bo'g'ozdan o'tayotgan paytda 2 dona dron bilan hujumga uchragan.
Hodisa oqibatida jabrlanganlar haqida ma'lumot berilmagan. Rasmiylar bu harakatni Xalqaro dengiz yo'lidagi erkin harakatga zid BMT Xavfsizlik kengashi revolyutsiyalarni buzuvchi harakat sifatida baholagan. Shuningdek, bunday hujumlar mintaqaviy barqarorlik va global energetika xavfsizligiga tahdid solishini ta'kidlagan. Ba tomoni Erondan bunday harakatlarni to'xtatishni talab qilgan. Shu bilan birga Eron avvalroq AQSh harbiy kemalarining Bo'g'oz hududiga kirishiga yo'l qo'ymaganini ma'lum qilgan edi. Eron axborot agentliklariga ko'ra, dengiz kuchlari dushman kemalarini ogohlantirib hududdan chiqarib yuborgan. Ammo AQSh tomoni bu ma'lumotni rad etgan. AQSh markaziy qo'mondonligi hech bir harbiy kema zararlanganini tasdiqlamagan va mintaqada kemalar harakatini ta'minlash operatsiyalari davom etayotganini bildirgan. Eron Badagi neft omboriga zarba qildi. Birlashgan Arab Amirliklarining Fujayra amirligida joylashgan neft qayta ishlash hududida dron hujumi oqibatida yong'in kelib chiqqan. Bu haqda amirlik hukumati axborot xizmati ma'lum qildi. Ammo biroz o'tib Eron Baga hujum qilganini rad etdi. Eron hozirgacha ham ayni vaqtda ham Birlashgan Arab Amirligiga hujum qilishni rejalashtirmagan. Bu haqda yuqori lavozimli harbiy manbaga tayanib Eron davlat teleradio kompaniyasi xabar berdi. Eronda Baga hujum qilish bo'yicha na oldin va na hozir hech qanday reja bo'lmagan, degan harbiy manba davlat telekanaliga bergan bayonotida.